Plastik kartasi borlar ogoh bo'ling. 1 iyuldan faqat yiglamang. Assalomu alaykum. Ushbu videoda 1 iyuldan kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Ayniqsa, plastik kartadan foydalanadiganlar diqqat qilsin. Bu siz uchun juda muhim. Diqqat! Plastik kartasi bor fuqarolarga ogohlantirish. 1 iyul sanasidan boshlab nazorat kuchaytiriladi. Barcha plastigi bor fuqarolar xabardor bo'ling. Diqqat qiling, bank kartasidan ko'p miqdorda pul o'tkazsangiz bloklanishi mumkin. Agarda 30 kun ichida 187,5 million so'm yoki undan ortiq summada pul karta orqali bir yoki bir nechta shaxsga o'tkazilsa yoki qabul qilinsa, bu shubhali operatsiya sifatida baholanadi. Avtomatik blokirovka bo'lmaydi, lekin bank tekshiruv o'tkazishi, mablag' manbasini so'rashi mumkin. Axborot taqdim etilmasa, shartnoma bekor qilinishi ehtimoli bor. Firibgarlikka o'xshash holatlar bo'lsa, karta 3 kunga vaqtincha bloklab qo'yiladi, deyiladi xabarda.